Salom hammaga, sizlar bilan Homa 5. Xo'sh, bu navbatdagi platamiz A23 4G. Podsetkasi yo'qolib qolgan. Podsetkamizni mana bu upravleniyasini tekshirsak, ya'ni boshqaruvini, mana ikkita drusel bor. Bitta druselimiz portlagan, ya'niki mana bitta kondensatorimiz probit qilgan. Ya'ni bunda 300 ohm atrofida qarshilik ko'rsatyapti. Ikkalasi ham keyin bularni yechib olib turib o'lchab ko'rdim. Bittasi mega ohm, bittasi esa 300 ohm atrofida. Bu juda ham kam. Va misol uchun drosel qo'yganinglar bilan, butun qo'yganinglar bilan, misol uchun mana bu yerdan oldim. A12 dan drosel qo'ydim, shunda ham yonmadi. Keyin mana bu ikkita kondensatorlarni tekshirib ko'rsam, bular bittasi qarshiligi kam ekan. Xo'sh, mana bunga ahamiyat bermaysizlar. Bu termopasta. Bu keyin o'sha termoprokladka bilan qo'yib yuboraman. Xo'sh, apparat ishladi. Hozir ko'rsataman. Bu yerga qo'ydim. Jarayon yaqin. Hozir ko'ramiz. Bismillah. Yes, podsetka bor. Endi podsetka yo'qligini ololmay qoldim. Video olmayman deb o'yladim. Podsetka bor, hammasi yaxshi. Like bo'lsamiz, obuna bo'lamiz. Chuk.